Yo, hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan Azbek Gamer. Bugun biz Robloxda pul metallardagi o'ynaymiz. Albatta, men sizlarga o'ynab ko'rsatayotgan o'yinimni. Xo'sh, qani? Mashina tanlaymiz. Bo'ldi, mana mashina ham tanlab oldik. Xullas, haydayapman. Mana Spasiyetimni. Bratski nima qildi? Voy. Ya. Hali men crash etgim kelmayapti. Crash qilgim kelmayapti. Tut. Bola ketdi-da mashina endi. Shuni tanladim. Bola ataylab mashina tanlagan kesib tashlayapman endi. Birinchi marta videoni montaj qilyapman-da. O'shanga hali videolarni buncha montaj qilishni bilmayman, lekin shu tushni tayyorlayapman. Hayotimizni güzel gitmese oldu. Yo. Nerede dünyada admin bulmadık. Allah'ım olduk. Hadi de çıkıp oldu da. Voy! Endi biz emas. Mashina bilan qo'shilib admin bo'ldik. Men admin bo'lmadim, mashina admin bo'ldi. Motori ko'rinib qoldi bechora. Dehşetli uçuruyoruz maşını. Ya erta. Men bu mashinaga million marta aytdim, erta deb. Gapimga quloq solmadi. Bu Formula 1 akamiz yutdi. Men bu mashinaga million marta aytdim. Gapimga quloq sol, yeb qo'yasan deb. Ana yedi. Bola yana. Salom degan, nima gap? Bu metallardagi Voy. Mashina nima bo'ladi? Xo'sh. Bo'lamni mashinani to'g'rilab oldi. Orqada kelyapti Martin chapdin, ishdan tartin. O uchib kelyaptimi nima bola bu? O'saliga chiqamiz. Voy. Ataylar shunday bo'ladi-da. Ketdik. Dachi şutta o'chirib. Mashina emas endi NASCAR. Hatta mashina keldi. Formula 1 akamiz ketyapti bitta. Bo'lsa gaz tegmayapti nima qilib? Evet, süper. Süper tezlikle tutuyordu. Bunda kilometre saat ko'rsatmas ekan, mil ko'rsatar ekan. Yani de kilometre saat ko'proq-da, mil kamroq. Bola sizdan mashina nima qildi? Impala deydimi, Chevrolet. Aka rahmat. Minnatdorman. Do'stlarim, bular meni ustimdan kulyaptimi nima bola? Bola mana mashina ham tanlab oldim. McDonald's. Birinchi raqam.
Voy voy. Voy ketib qoldi bu. Voy ketib qoldi. Voy. Ketib qoldi o'zini o'zi. Voy. Oh ey mashinani. Bolalar yana mashina tanlab oldim. Ataylab mashina tanlaganimda kesib tashlayapman. Endi aytdim-ku sababini. Endi birinchi marta montaj qilyapman deb videolarni. Shortstalarga qo'yillataman. Bolalar sizlar o'zbeklardan yaxshi ko'rgan mashinalarni aytib kommentga po'qildatib tashlaylar. Kommentga po'qildatib kommentda shu yaxshi ko'rgan o'zbeklardan mashinalarni po'qildatib yozib tashlaylar. Agar sizlar Cobalt degan bo'lsanglar, men sizlarga like bosaman. Agarda Gentra yoki Nexia 2 desanglar, bilmadim sizlarga like bosmayman. Xullas javob ham yozmayman. Agar Cobalt deb yozganlarga like bosib, to'g'ri deb smaylikcha qoldirib ketaman. Bu Racing.com deydi. Bu Racing.com. Voy! 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 Voy, mashina ko'rdinglarmi? Bola shu joyda videoni to'xtatishga majburman. Endi sabab nima bo'ldi? Ayta olmayman-da. Odam degan bunchaki sizlar albatta 50 ta podpisatsiya yig'sanglar, men albatta Free Fire'da stream qilaman. O'zimni videomda birinchi ko'rsatgan akamda ID'sini qarab durja tashlaysanglar, sizlar ham kommentda shu videoni kommentida yozib qo'ysanglar, ID'larni 50 ta obunachi bo'lgandan keyin durjaga chaqirib, sizlar bilan qo'shilib stream qilaman. Albatta do'stim bilan sizlarni qo'yib yuboraman. Xudo xolasa 7-mart bo'lsa, 7-martda o'shanda men stream qilaman. Albatta 8 yoki 9, 10-martda stream qilaman. 50 ta obunachi bo'lsak. Shuning uchun bolalar videoni shu joyda to'xtataman. Всем пока do'stlar. Xayr do'stlar. Xayr, ko'rishguncha. Sizlar bilan men Azbek Gamer bo'ldi. Xullas, video yoqqan bo'lsa like va podpisatsiya yozib kommentni portlatib tashlaylar. Portlatsanglar, like bosinglar, obuna bo'lsanglar, men sizlardan kattakon minnatdorchilik bildiraman va sizlarni o'zimni videomga olib chiqaman. Xullas, bolalar, xayr, всем пока. Goodbye.